Elektr skuter Magnum haqida gaplashamiz. Magnumda bizda 2 xil pozitsiyasi bo'ladi. 2 ta pechatlisi hamda 3 ta pechatli yashil pechat ham qo'shilgan. Bunisi 28, bunisi 26. Endi HSS'da ko'rib chiqsa 5 ta skorost bo'ladi, tormoz sxema trosli bo'ladi, 26 o'lchamli bo'ladi. Bunda esa 28 ballonli bo'ladi, tormoz sxemasi jitkisli bo'ladi. Sizlarda moshta qiyosdan aytsam ABS hamda skuterlarda shunaqa ABSsiz. Endi yesa skorosti bor. Shunaqangi skorsda ishlatilgan, yumshoq bagajlari ham juda zo'rdan qo'yilgan, soplari bor, egarlarda alyumin pedal, bitta charx, amortizator qulub kalitli bo'ladi, yeta skorosti bor, yumshoq akalar, mana mo'shtimal. O'zbekiston bo'yicha dastaklaringiz mutlaqo pulli bo'ladi. Narxlarini akalar qon topshirishlaring keragi yo'q, kommentariyga plyus berishlaring keragi yo'q. Mana $450, $500. Kelishtirgan joylari bo'lsa, yana kelishtirib beramiz. Dastavkamiz mutlaqo pulli bo'ladi. Naqd savdo orqali oson bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo pulli. Mana 28 olma nomeradi. Tormoz sxemasini, raisasini puliga ham akalar, sizlar 28 o'lchamli, 3 ta pechatli Yevropaga eksport bo'lgan variantni olsangiz bo'ladi. Anaqa soni juda kam, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lib to'lash topganda berim xolam narsa yo'q. Sog' bo'linglar.